Biz turgan mana shu tog' etagida daraxt o'stirish u yoqda tursin, tuzukkina giyoh ham unmagan, ammo prezidentimiz tashabbusi bilan amalga tatbiq etilgan yashil makon loyihasi albatta bu hududlarga yangi hayot bag'ishladi va suxlik dehqonlar mana shu imkoniyatlardan keng foydalanib, ana shunday suvsiz joylarni yashil hududga aylantirishdi. Hamma imkonsiz degan joyda Tohir bog'bon o'z orzusini ekdi. Qaqragan tuproq bilan yillar davomida kurashib, uni jannat makon bog'ga aylantirdi. Bugun esa bog'bonning eng katta baxti vaqtida unga ishonmaganlarning hayrati emas, balki shu bog'da yugurib yurgan nabiralarining quvnoq kulgusi va ularga o'z qo'llari bilan shirin shakar mevalardan ulashayotganidir. Mehnatning eng shirin mevasi ham aslida shu. Bundan 6 yil, 7 yil ilgari men mana shu yerda bog' barpo qilaman deb niyat qilib kelganman. İşte boshladik, atroflarini qurab tayyor qildik. Albatta bu yer issiq joy, toshli joy. Yo'lovchilar aytgan edi, bu yerda issiq bo'lmaydi, bu yerda bekor mehnating zo'ya ketadi. Daraxt o'smaydi bu yerda. degan gaplar ham bo'lgan. To'g'ri, ular do'stona aytgandir, menga kuyinib aytgandir, lekin men shaxtimdan qaytmadimda boshladim. 1 gektarlik ushbu maydonda hozirda 1000 dan ziyod mevali daraxt parvarish qilinmoqda. Ayni paytda o'riklar to'liq pishib yetilgan. Shaftolilar esa hali navbat kutmoqda. Yerning ichki imkoniyatlari o'rganilib, chuqur quduq qazilgani vaziyatni butunlay o'zgartirib yubordi. Zamin qa'ridan chiqqan obi hayot butun hududda hayotni qaytadan uyg'otdi. Aniq hisob-kitob mavjud joyda tabiat hamisha insonga bo'yin egadi. Bu daraxtlarni birinchi yillar men mashinada suv to'shib ko'kartirganman. Ko'kargan daraxtni ko'rib turib odam tashagisi kelmadi, mehnat ketgan, boshqa endi bular ekan ko'kardi deb Quva tumanidan quduqchilarni olib kelib 100 metr chuqurlikdan suvni ham chiqardik. Xudo suvni berdi. Bir 50lik trubada varillab suv chiqib turibdi. Tohirjon Jo'rayev har kuni nabiralarini ergashtirib bog' kezadi. Agar uni zimdan kuzatsangiz, go'yo har bir nihol, har bir daraxt bilan tillashayotganini ko'rasiz. Ko'ngildagi cheksiz mehr bog'bonning barmoqlari orqali o'z farzandidek bo'lib qolgan daraxtlarga ko'chayotganini yurakdan his etasiz. Bu yashil go'shada oddiy o'rikdan tortib anor, shaftoli, bodom va salobatli yong'oqlargacha birdek yashnab turibdi. Hurmatli prezidentimizning yashil makon borasida olib borayotgan siyosatni biz ham juda qo'llab-quvvatlaymiz. Yana yonida bekor yotgan bo'sh joy bor edi. Mana bu yil tomchilab sug'orish usulida tomchilab 250 tub daraxt ekdik. Har xil daraxtlarni ular ham mana o'sib yotibdi. Bu ham bizni tabiatga ozgina bo'lsa ham yashilligiga hissamizni qo'shganimizdan ham xursandmiz. Mamlakatimizda keng quloch yoygan yashil makon umummilliy harakati bog'bonning yillar davomida dilida asrab yurgan orzulariga qanot bag'ishladi. Uning oldiga qo'ygan oliy maqsadi shunchaki o'tkinchi daromad topish emas, balki kelajak avlodga sof va yam-yashil tabiatni meros qoldirishdir. Jahongir Sobirov, Xolmurod Abulfayziyev, Mashhur Hasanboyev So'x tumanidan maxsus.